Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, qadrli vatandoshlar, siz buni eshitganingizda balki ishonmassiz, lekin bu haqiqat. Bugun men sizga shunday bir yangilikni yetkazmoqchimanki, uni eshitgach o'ylab qolishingizga arziydi. 7 aprel kuni, ya'ni bir necha kun oldin O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida juda muhim bir qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Bu qonunning to'liq nomi shunday: harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davlat pensiya ta'minoti to'g'risida qonun loyihasi. Qisqacha aytganda, silovik organlari xodimlari uchun yangi pensiya qoidalari. Bu qonunga ko'ra, agar shaxsning xizmat staji 30 yildan oshgan bo'lsa, uning nafaqasida hisobga olinadigan maosh ulushi 75% dan 100% gacha oshiriladi. Yana bir karra takrorlayman, hurmatli vatandoshlar, 100%. Ya'ni harbiy xizmatchi olgan oxirgi maoshining to'lig'icha hech narsaga emas, notified. Bundan tashqari, pensiya hisob kitobida qo'llaniladigan koeffitsient ham oshadi. Hozirgi 10 baravaridan 12 baravarigacha. Va endilikda eng asosiy savol paydo bo'ladi. Siz, hurmatli oddiy nafaqaxo'r, yoshligingizdan kolxozlarda, paxta dalalarida, shaxtalarda, zavodlarda, qishloq maktablarida, kasalxonalarda tongdan tungacha mehnat qilgansiz. Sizning xizmat stajingiz ham 30, balki 40, balki 50 yil. Endi ayting, bugun sizning nafaqangiz qancha? Minimal pensiya bor yo'g'i 918 ming so'm, 100% emas, va hatto 75% emas, oddiy 918 ming so'm. Bu qanday qilib yuz berdi, hurmatli vatandoshlar? Bu adolatdanmi? Mana shu katta savolga biz bugun birga javob topamiz. Iltimos, bu rolikni oxirigacha ko'ring. Men sizga bu yangi qonun kimga yordam berishini, uni kim to'lashini, siz nimaga jahli ekanligingizni va qanday qilib o'z huquqingizni himoya qilishingiz mumkinligini batafsil tushuntiraman. Men bilan birga qoling, chunki bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Hurmatli otaxonlar, hurmatli onaxonlar, bir lahza to'xtang va o'z hayotingizga bir nazar solaylik. Men sizga sizning yoshlik yillaringizni esga solaman va buni sizga qarshi emas, siz bilan birga yig'lash uchun aytaman. Sizlardan ko'pchiligingiz 80-90 yillarda, balki undan ham oldinroq mehnatga kirishgan edingiz. Kolxozlarda kun bo'yi ketmon ko'tarib, yer cho'pib, ekin ekib, paxta dalalarida tong o'tmasdan tokun botguncha, quyoshning qattiq nurlari ostida engashib, qoplar to'lguncha paxta terib. Sizning yelkalaringizni eslang, og'ir qoplar yukidan qanday tinmasdan og'rigan. Shaxtalarda ishlaganlar yer osti qorong'uligida ko'mir hidini yutib, var lahza xavf ostida. Zavodlarda, issiq yoki sovuq sexlarda, tinimsiz stanoklarda, hech qanday to'xtovsiz. Qishloq maktablarida o'qituvchi bo'lib ishlaganlar, oylik maoshingiz oddiy dehqonning cho'ntagidagidan ham kam edi. Lekin har kuni 20-30 bola oldingizda edi. Kasalxonalarda shifokor bo'lganlar tungi navbatlarda, kambag'al sharoitlarda keksa uskunalar bilan mo'jizalar yaratar edingiz. Bu sizning yoshligingiz edi. Hurmatli vatandoshlar, sizning qo'llaringiz qanday ishlagan, sizning oyoqlaringiz qanday yurgan, sizning yelkalaringiz qancha yuk ko'targan, buni faqat Xudo va o'zingiz bilasiz. Sizning teringiz va ko'z yoshingiz shu davlatning poydevorini qurib berdi. Va bugun 50 yil mehnatdan so'ng sizning nafaqangiz 918 ming so'm. Keling valol hisoblaymiz. Bir quticha qon bosimini tushiradigan oddiy dori 200 mingdan 500 mingga, yurakni qo'llab-quvvatlaydigan dorilar yanada qimmatroq. Diabet uchun dori darmon var oyda millionlab so'm. Kommunal to'lovlar, gaz, elektr, suv, telefon, internet bu ham 100 mingdan boshlanadi. Ko'pincha 200-300 ming so'mga chiqadi. Non, sut, go'sht, sabzavot, meva bozorga borsangiz, hammasining narxi tobora ko'tarilmoqda. Bir oylik oziq ovqat uchun nechta so'm sarflashingizni siz mendan yaxshiroq bilasiz. 918 ming so'm bu hayot emas, hurmatli otaxonlar va onaxonlar. Bu amon qolish, zo'rg'a qiynalib tishingizni tishlab. Bu adolat va huquq haqidagi har qanday mulohaza shu yerda to'xtaydi. Iltimos, izohlarda menga yozing, qadrli vatandoshlar, sizning ish stajingiz qancha, qayerda ishlagansiz, sizning birinchi nafaqangiz qancha edi va bugun siz qancha nafaqa olasiz. Hammamiz bir-birimizni o'qiymiz, hammamiz bir-birimizni eshitamiz. Bu kanal, bu sizning ovozingiz, sizning bir-biringizga qaytadigan so'zingiz. Men Rustam Nuriddinov bu qonuniy nafaqa kanali orqali sizning huquqingizni himoya qilish uchun ishlayman. Men sizning yuridik himoyachingizman. Har bir yangi qonun,
va har bir yangi farmon, va har bir prezident ukaz hujjati mening mavzuim. Men ularni sizning manfaatingiz nuqtai nazaridan tahlil qilaman. Nega buni qilaman? Chunki qonunlarni bilmaslik, hurmatli otaxon va onaxon, bu sizning pulingizning yo'qolishi, sizning huquqingizning kimdir tomonidan o'g'irlab ketilishidir. Agar siz qonun bo'yicha haqingiz borligini bilmasangiz, sizga hech kim ham o'z-o'zidan hech narsa bermaydi. Hozirgi tizimda har bir nafaqa, har bir imtiyoz, har bir qo'shimcha to'lov faqat siz ariza bergach, o'z talabingizni qo'ygach, hujjat yuborib isbotlagach beriladi. Shuning uchun men sizdan katta hurmat va tashvish bilan so'rayman. Hoziroq ayni shu damda kanalimizga obuna bo'ling. Ekranning pastki qismida qizil obuna tugmasi bor. Uni bosing. Yonidagi qo'ng'iroq belgisini ham bosing. Shu bilan baribir yangi roligim haqida xabarni olib turasiz. Va iltimos, like'ni ham qoldiring. Men uchun sizning har bir like'ingiz qadr qimmat belgisi. Har bir obunangiz, har bir like'ingiz menga kuch beradi kurashimni davom ettirishga. Har bir yangi qonun bo'yicha tahlil, har bir yangi imkoniyat, har bir himoya usuli siz bu yerda birinchilardan bo'lib bilasiz. Bu kanal sizning huquqiy qal'angiz. Obuna bo'ling va bu rolikni oxirigacha ko'ring. Eng qiziq, eng muhim qismi hali oldinda. Endi hurmatli vatandoshlar, bir lahzaga tarixga qaytaylik. Eslang, avval qanday edi? Sovet davri bar narsasi mukammal bo'lmagan. Bu aniq, lekin nafaqa tayinlash juda oddiy edi. Mehnat daftarchangiz bor edi, ichidagi yozuvlar sizning barcha ish joylaringizni isbotlardi. Erkaklar uchun 25 yil staj, ayollar uchun 20 yil staj va hammasi tayyor nafaqa tayinlandi. Bürokratiya yo'q edi, arxiv yo'qoldi degan javob yo'q edi, tizim sizni ko'rmayapti degan bahona yo'q edi. Mavalla oqsoqoli hujjat tasdiqlay olardi, qo'shni jo'ralar guvohlik berishlari qonuniy edi. Ularning so'zi ishonchli edi. Nafaqa bu sizning qadr qimmatingiz edi, bu sizning hayotda davlatga bergan mehnat uchun olgan huquqiy evazingiz edi. Mustaqillikning birinchi yillarida ham, 90-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshlarida nafaqa tayinlash juda qiyin emasdi. Hududiy pensiya idorasiga borardingiz, hujjatlaringizni topshirardingiz va 1 oy, 2 oy ichida nafaqangiz tayinlanar edi. Endi esa nima bo'ldi? Endi sizning har bir yilingizni, har bir oy ish stajingizni isbotlashingizga to'g'ri keladi. Sovxozlar tugatilgan, zavodlar yopilgan, korxonalar butunlay yo'qolgan, ularning hujjatlari qayerda? Hech kim aniq bilmaydi. Arxivlar, ba'zan shahar arxivlarida, ba'zan viloyat arxivlarida, ba'zan Toshkentdagi markaziy davlat arxivida har birini topish uchun kunlar, haftalar, ba'zan oylar sarflashingizga to'g'ri keladi. Raqamlashtirish va bu foydali narsa. Talabi, lekin raqamlashtirishning o'z xatolari bor. Bir harf noto'g'ri kiritilgan, sizning familiyangizdan bir harf tushib qolgan va tizim sizni topa olmayapti. Bir raqam noto'g'ri, tug'ilgan sanangizda bir raqam chalkashgan va sizning stajingiz hech kim darajasiga tushib qolgan. Shu bürokratiya tizimi bilan siz har kuni kurashasiz, har hafta kurashasiz, har oy kurashasiz. Sizning qo'lingizda pasport, mehnat daftarchasi, arxivlardan olingan eski spravkalar. Siloviklarga esa hech qanday arxiv yo'qolmaydi. Ularning har bir xizmat yili davlat bazasida raqamli va hujjatli tarzda saqlanadi. Birgina buyruq va 100% tayyor. Mana bu adolatdanmi, hurmatli vatandoshlar? Bu teng huquqmi? Endi yangi qonun loyihasining o'ziga batafsil qaraylik. Har bir so'zni tushunib olish kerak, chunki bu ma'lumot sizning keyingi kunlaringizda kerak bo'lishi mumkin. Qonunning to'liq nomi harbiy xizmatchilar va sotrudniklar hamda ularning oila a'zolarini davlat pensiya ta'minoti to'g'risida qonun loyihasi. 7 aprel kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda qabul qilindi. Birinchi savol, bu qonun kimga tegishli? Aniq javob beray. Birinchi toifa harbiy xizmatchilar. Bu O'zbekiston qurolli kuchlari, armiya ofitserlari, shartnoma asosida xizmat qiluvchilar, generallar, praporshiklar, serjantlar va boshqa harbiy zvani bo'lgan xodimlar. Ikkinchi toifa ichki ishlar vazirligi xodimlari, ya'ni politsiya va militsiya inspektorlar, detektivlar, mayorlar, podpolkovniklar, ofitserlar va ryadovoy sostav vakillari. Uchinchi toifa Milliy gvardiya xodimlari, bu alozida tuzilma bo'lib, unda harbiy zvalar asosida xizmat qilinadi. To'rtinchi toifa davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni SGB xodimlari, ularda maxsus yoki harbiy zvalar bor. Beshinchi toifa prokuratura xodimlari, agar ularda maxsus klassni chinlar bo'lsa,
va 6 toifa sudyalar, ularda ham klassniy chinlar mavjud. E'tibor bering, hurmatli vatandoshlar, qonun faqat zvani yoki chiniy bo'lganlarga tegishli. Agar u yerda ishlaydigan shaxs oddiy ishchi, texnik xizmatchi, haydovchi yoki yordamchi bo'lsa, agar unda harbiy zvani yoki klassniy chini yo'q bo'lsa, u bu qonun ostida emas. Ammo ko'pchilik o'rta va yuqori martabali amaldorlar va ular qamrab olingan va ularning soni oz emas. Endi qonunning asosiy mazmuniga kelaylik. Vazir qanday qoida amal qiladi? Vazirgi tizimda xizmat staji o'til va undan ortiq bo'lgan harbiy xodimning nafaqasi oxirgi maoshining 75% miqdorida hisoblanadi. Yangi qonun loyihasiga ko'ra bu ko'rsatkich 100% ga oshiriladi. Ya'ni, misol tariqasida aytsak, harbiy xizmatchining oxirgi maoshi 8 million so'm edi. Hozirgi qoidada u 6 million so'm nafaqa olardi. Yangi qonunga ko'ra esa 8 million so'mning o'zini to'lig'icha oladigan bo'ladi. Bu juda katta farq. Bundan tashqari, pensiya bazasini hisoblashdagi koeffitsient ham oshiriladi. 10 baravaridan 12 baravarigacha. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, nafaqaning maksimal chegarasi ham yuqoriga ko'tariladi. Katta nafaqa oluvchilar yana ham katta nafaqalar oladilar. Bu yangi qonunning asosiy yo'nalishi. Endi eng asosiy savolga kelaylik. Bu pulni kim to'laydi? Javob O'zbekiston davlat byudjetidan, ya'ni sizning soliqlaringizdan. Men sizga aniq raqamlarni aytaman, ular hujjatlarda ham bor. 2026 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, pensiya jamg'armasining daromadlari 64,7 trillion so'mga teng. Xarajatlar esa 86,1 trillion so'm, hisob oddiy 21,4 trillion so'm defitsit. Juda katta summa. Bu defitsitni kim qoplaydi? Respublika byudjetidan dotatsiya ajratiladi 23 trillion so'm. O'tgan yilga nisbatan 13,8 ko'proq. Yodda tuting bu raqamni 23 trillion so'm. Bu hammasi sizning soliq to'lovlaringizdan, sizning mehnatingizdan yig'ilgan pul va bu 23 trillion so'mning bir qismi endilikda yangi qonun asosida siloviklarga yo'naltiriladi. Ularning 100% nafaqalarini to'lash uchun. Sizga esa minimal 918 ming so'm. Hisoblash uchun asos bo'lgan bazaviy velichina 471 ming so'm. Mana shu raqamlarga qarang, hurmatli vatandoshlar. Bu real raqamlar. Men hech nima to'qimadim, hech narsa qo'shib aytmadim. Men sizga ochiq haqiqatni aytyapman, chunki siz bu haqiqatni bilish huquqiga egasiz. Endi hurmatli otaxonlar va onaxonlar, eng muhim qismga o'taylik. Amaliy qismga. Siz oddiy nafaqaxo'r bu yo'lda nimalar qila olasiz? Bu yerda hech qanday sehr jodu yo'q, lekin aniq qadamlar bor. Men sizga 5 aniq qadam tavsiya qilaman. Buni yuristning ro'yxati deb atang. Bu sizning amaliyot qurolingiz. Birinchi qadam, o'z nafaqangizni batafsil tekshiring. Erta tongda yoki ertaga pasport, mehnat daftarchasi va nafaqa tayinlangan hujjatni yoningizga oling va davlat xizmatlari markaziga boring. Bu markaz O'zbekistonning har bir shahrida va har bir tumanida mavjud. Aniq adresni bilmasangiz, yaqin qarindoshingizdan yoki qo'shningizdan so'rang. Davlat xizmatlari markazi. Bu sizning davlat bilan bog'lanish nuqtangiz. U yerda var qanday rasmiy hujjat bo'yicha murojaat qila olasiz. U yerda yozma ravishda so'rang. Mening ish stajim qancha hisobga olingan? Mening nafaqam qaysi hisob kitob asosida tayinlangan? Mening hujjatlarimda hech qanday xato yo'qmi? Sizga yozma javob berishlari shart. Shu javobni ehtiyotkorona saqlang, u sizning boshlang'ich hujjatingiz. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy boshqarmasiga boring. Bu boshqarma har bir viloyat markazida va yirik shaharlarning tumanlarida mavjud. Pasport, mehnat daftarchasi, stir hujjatingiz agar sizda bor bo'lsa, eski arxiv ma'lumotnomalari, SSR davrida olingan spravkalar, korxona yoki kolxoz rahbarlaridan guvohlik hujjatlari, hammasini o'zingiz bilan olib boring. U yerda yozma ariza yozing. Muhim qoida, ariza 2 nusxada bo'lsin. Nima uchun 2 nusxada? Chunki birinchi nusxani boshqarma xodimi qabul qilib olib qoladi. Ikkinchi nusxada esa xodimning imzosi va qabul qilingan sanasining rasmiy muhri bo'lishi shart. Shu nusxa sizda qoladi. Bu sizning isbotingiz. Agar keyinchalik muammo chiqsa, sizda dalil bor. Uchinchi qadam, yagona davlat xizmatlari portalidan foydalaning. Bu O'zbekiston Respublikasining rasmiy onlayn davlat xizmatlari tizimi. Uyda kompyuter bor bo'lsa yoki telefonda internet bor bo'lsa yoki nevarangiz yordam bersa, bu portal orqali siz
onlayn holatda murojaat qila olasiz. Unda o'zingizning nafaqa hisobingizni, tayinlangan summani, ish stajingizni ko'rishingiz mumkin. Ba'zan tizimda xatolar bor. Bu xatolarni ham u yerda ko'rishingiz mumkin. Baribir xatoni skrinshot bilan hujjatlashtiring. Bu sizning yana bir kuchli isbotingiz. 4-qadam, agar hududiy boshqarmada yomon javob olsangiz yoki umuman javob bermasalar, 10 ish kuni kuting. Bu qonuniy muddat. Shu muddatdan so'ng sizga yozma javob berish shart. Agar javob yo'q bo'lsa yoki siz qoniqmasangiz, pensiya jamg'armasining markaziy boshqarmasiga shikoyat yozing. Undan keyin Adliya vazirligiga. Adliya vazirligi barcha davlat organlarining qonunga rioya qilishini nazorat qiladi. Oliy Majlis huzuridagi ombudsman bu sizning yana bir himoyachingiz. U inson huquqlari bo'yicha mustaqil rahbar, unga ham yozishingiz mumkin. Baribir murojaat yozma holda bo'lsin, sizda nusxa qolsin. 5-oxirgi qadam, agar hech qanday byurokratik yo'l ishlamasa, sud va sud jarayoni murakkab ko'rinadi. Sizning huquqiy himoyangizning o'rniga qolasi. Faqat yo'llay olasiz, kam daromadli fuqarolarga bepul advokat xizmati ham mavjud. Buni qonun kafolatlaydi. Sudga barcha hujjatlaringiz bilan boring. Pasport, mehnat daftarchasi, arxiv spravkalari, tayinlangan nafaqa hujjati, pensiya jamg'armasidan olingan barcha yozma javoblar, sizdagi shikoyat nusxalari. Sudya sizni eshitishi shart. Bu jarayon vaqt oladi. Balki oylar, balki 1 yilgacha, lekin natijasi bor. Va o'sha natija sizning haqqingizga qaytadi. Mana shu 5 qadam bu sizning huquqingizni himoya qilish uchun aniq amaliyot yo'li. Bu oddiy emas, men bilaman, lekin ilojsiz emas. Har bir qadam sizning haq huquqingizga bir qadam yaqinlashishdir. Hurmatli otaxonlar, hurmatli onaxonlar, qadrli vatandoshlar, men bugungi rolikni tugatib kelmoqdaman, biroq bu suhbatni yopmayman. Men sizni shu kanal orqali har kuni kutaman. Xulosa nima? Xulosa shunday. O'zbekistonda vazir nafaqalar bo'yicha 2 dunyo mavjud. Bir dunyo katta maoshlar, 100% nafaqa hisoblari, 12 baravarli koeffitsiyentlar, tez va oson topshiriladigan hujjatlar, raqamli tizimlarda sizning nomingiz doimo to'g'ri yozilgan, arxivlar hech qachon yo'qolmaydi. Ikkinchi dunyo sizning dunyongiz, 50 yil mehnatdan so'ng 918 ming so'm minimal nafaqa, arxiv qidirishlari, hujjat topilmadi degan javoblar, uzun navbatlar, rad javoblar, tizim xatolari va byurokratiya to'siqlari. Men sizdan bir narsa so'rayman, hurmatli vatandoshlar, bu adolatdanmi? Siz 30, 40, 50 yil kolxozda, paxta dalalarida, shaxtada, zavodda, maktabda, kasalxonada, korxonada ter to'kib mehnat qilgansiz. Sizning mehnatingiz shu davlatning poydevorini qurdi va endi siz 100% ga ham, hatto 75% ga ham maqli emasmisiz? Bu savol faqat siz va men uchun emas. Bu savol barcha Oliy Majlis deputatlari uchun, barcha hukumat vakillari uchun, butun jamiyat uchun bo'lishi kerak. Va ular bu savolga javob berishlari kerak, chunki javob bermaslik o'zi ham javobdir. Iltimos, izohlarda menga yozing, hurmatli vatandoshlar, sizning fikringizcha bu yangi qonun adolatdanmi? Siz o'zingiz hozir qancha nafaqa olasiz? Bu siz uchun yetadimi? Agar sizning oilangizda biror kimsa silovik organlarida ishlagan bo'lsa, u ham yozsin, janjal uchun emas, hayot haqiqatini ochiq solishtirish uchun. Men har bir izozni o'qib boraman, har biringizni eshitaman. Va agar bu rolik sizga biror yangi ma'lumot bergan bo'lsa, axir biror yangi tushunchani uyg'otgan bo'lsa, iltimos like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Bu siz uchun bepul, lekin men uchun sizning har bir obunangiz kurashimni davom ettirishga kuch beradi. Bu rolikni ota-onangiz, katta qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz, mahalladagi tanishlaringiz bilan ulashing. Baribir ulashish bu sizning boshqalarga bergan hissangiz. Balki kimdir, bir bobo, bir buvi, bir amma, bir xola bu ma'lumotdan foydalanib o'z nafaqasini qayta hisoblatib oladi. Balki kimdir o'zining huquqini birinchi marta bilib oladi. Shu bir odamning ham hayoti yaxshilansa, mening ishim bekorga emas. Mening har kuni chiqqan kurashim o'zini oqlaydi. Men Rustam Nuriddinov, doimo siz bilan birman, doimo sizning yoningizdaman. Sizning yuridik himoyachingiz, qonuniy nafaqa kanali. Sog' salomat bo'ling. Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, iymon e'tiqodingizda ustuvor bo'ling. Hech qachon va hech qanday sharoitda o'z huquqingiz uchun kurashishdan to'xtamang. Keyingi rolikda ko'rishguncha.